Siz? 20 yoshdalar. Birinchi farzandimiz. Bolajonim, yotishingizni ko'ryapsizmi? Qanaqa yotibsiz? Jonim bo'lsin sizga. Oyingiz bilan adingiz yaxshi katta quvvatdalar sizni. Ammajoningiz ham shu yerdalar. Mana. Ko'rdingizmi? Hali 10 yildan keyin ko'rib, rosa ko'zingiz quvonadi. Qani tortishni boshlaymiz oyisi. Oyijoningiz sizni qizaloq deb o'ylayaptilar. Adajoningiz o'g'il bola deb o'ylayaptilar. Allohim bergani. Siz kim bo'lsangiz ham sizni yaxshi ko'radilar. Shunchaki shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayaptilar. Ko'k chiqsa o'g'il bola, pushti chiqsa qiz bola, eng uzuni. Qani? Aha, oyisi. Juda yaqin qoldi. Da. Tabriklaymiz. Da, qizalog'im. Ko'rdingizmi?